nima uchun odamlar ko'proq obunachi yig'adi, ko'proq prosmotr yig'adi, kimlardadir prosmotr yo'q, obunachi yo'q. Nima o'zi sabab? YouTube qanaqa algoritmi bor? Qanaqa sirli usul bilan ishlaydi? Mana shuni sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Undan tashqari YouTube kanalda monetizatsiyani to'g'ri yoqish yo'llarini ham tushuntirib beraman. Undan tashqari YouTube'da video qilmasdan pul ishlash yo'li haqida men sizlarga batafsil ma'lumot beraman va o'zimga oxirgi $10,000 olib kelgan bitta YouTube kanalimni ko'zinglarni oldinglarda ochib beraman. Qanday qilib video qilmasdan pul topganimni ko'rsatib beraman. Qo'g'irchoq kerak bo'ladi. Bizda mana bunaqangi idish kerak bo'ladi. Biz mana shunaqa narsalarni qo'yib turib, YouTube'da video qilishimiz kerak. Buni men sizlarga keyinchalik ham ko'rsatib beraman va bugun ko'zinglarni oldida bitta mana shunaqa yo'nalishda video qilib beraman bitta telefonda. Mana shunaqa narsalarni olib turib, mana bunaqangi stol bo'lishi mumkin, mana bunaqa o't bo'lishi mumkin. Ustiga qo'yasiz, kamerani, o'zingiz telefoningiz kamerasini qo'yasiz, shtativni qo'yasiz, qo'yib turib video qilasiz. Bunaqa narsadan sizga 3 ta kerak bo'ladi. 3 ta qo'g'irchoq, 3 ta vannacha. Qo'ydingiz, video qildingiz, ASMR video, qo'llaringiz bilan harakatlantirdingiz, gapirmaysiz, yuzni videoda ko'rsatmaysiz, faqat qo'l harakati, silaysiz, urasiz, ustidan shikolat to'kasiz, o'qilasiz, bu qilasiz. Ya'ni siz mana shunaqa video qilishingiz kerak, ASMR video. Faqat qo'l ovozlari eshitiladi. Buni yosh bolalar mazza qilib ko'radi, qo'g'irchoqqa qiziqadi, rangga qiziqadi. Biz asosan Amerika YouTube'dan detskiy yo'nalishlarda ishlaymiz. Prosmotrini ko'rishingiz mumkin. Siz o'ylashingiz mumkin, yoshi katta odam nima qiladi bu joyda qo'g'irchoq o'ynab, qiladigan ishi yo'qmi? Biz nima uchun ertalabdan kechgacha ishlayapmiz? Pul topish uchun. Lekin tasavvur qiling, siz 10 minut ishlab turib, masalan, oyiga $1000 toping. Kuniga 10 minut ishlab turib. Yoki siz qanaqadir ishingiz bor, ertalabdan kechgacha ishlaysiz, lekin 5 million oylik olishingiz mumkin. Qaysini tanlaysiz? Albatta, birinchi 10 minut ishlab turib, oyiga $10,000 ishlashdi. Men sizlarga shunaqa ishni o'rgatyapman. Ya'ni YouTube shunaqangi joy, siz video qiling, videos prosmotr olsin, bo'ldi soqqani bosaverasiz. Masalan, ASMR baby yo'nalishi. Bitta videosi 24 million, 14 million, 8,5 million, 6 million 900, 6,5 million, 6 million 400. Umumiy hisoblasangiz bu joyda bir 50 millionga yaqin prosmotr bor. 50 million prosmotr degani bu degani $50,000 pul degani. 6 ta videoda. Bunaqa video qilishga 10 minut vaqtingiz ketadi. Chunki ortiqcha montaji ham yo'q, boshqa narsasi ham yo'q. Agar qilaman deganlar uchun mana shunaqangi ASMR yo'nalish tavsiya qilaman. Bunaqa qo'g'irchoqlarni siz internet do'konlaridan topishingiz kerak bo'ladi. Razmeri 24 sm bo'ladi. Mana bu idishni ham siz yasatishingiz kerak bo'ladi. Buni siz 3D printer degan xizmat turlari bor. OLX ga kirib 3D printer deb yozsangiz, bir dunyo chiqib keladi. Siz mana bunaqa vannachani o'sha 3D printerda yasatasiz. U yelimda eritib mana shunaqa narsa yasab beradi. Buni topa olmaysiz, ko'chadan yoki do'kondan sotib ola olmaysiz. Buni yasattirish kerak ustasiga, o'sha 3D printerdan kirib qidirsanglar chiqadi OLX da. Buni razmeri mana uzunligi 24 sm, eni 14. Ya'ni qo'g'irchoqni solgan paytingiz to'g'ri kelishi kerak. Bo'ldi. Mana shunaqa qo'g'irchoq olasiz, 3 ta vannacha, 3 ta qo'g'irchoq, buni har xil rangidan olasiz va ishingizni davom ettiraverasiz. Undan tashqari bizda ASMR MMS yo'nalishi bor. Buni ko'rgandirsiz. Mana bunaqangi qutilar bo'ladi. Buni ham 4-5 xil rangini olib turib, ana stol ustiga qo'yib, o'zingiz telefoningizni qotirib, shtativ olib turib, videolar qilib pul ishlashingiz mumkin. Bunaqa video qilish juda ham oson. Hozir men sizlarga ko'zinglarni oldida ASMR cho'pa-cho'pis yo'nalishida qilib beraman. Ya'ni bizda ASMR cho'pa-cho'pis yo'nalishi bor. Bunda nima qilishingiz kerak? Sizga mana bunaqangi shikolat, cho'pa-cho'pislar kerak. Sizga mana Kinder, Snickersga o'xshagan narsalar kerak bo'ladi. Buni 4 ta 5 tasini bitta joyga qo'yasiz. Hozir men sizlarga mana shunaqa videolarni olishni, montaj qilishni ko'rsatib beraman hozir. Ko'zinglarni oldida qancha vaqt ketishiga, qanchalik qiyinligini keyin ko'rib olasizlar. Xo'p, ASMR cho'pa-cho'pis bitta videosi 37 million, 18 million, 10 million, 6 million, 5 million 700, 5 million 200 prosmotr bo'lgan ekan. Hozir men sizlarga mana shu yo'nalishda video qilib ko'rsatib beraman. Xo'p, bizni ekranimizni ulab olsangiz, hop, buni hozir ekranni ulab, men sizlarga ko'rsatib beraman hozir qanaqa video qilinishini, nima qilinishini. Hop. Kiringlar, qaranglar. YouTube'ga siz ASMR cho'pa-cho'pis lollipop deb yozasiz, o'zingiz qidiruv tizimingizga. Bu joyda o'sha ASMR yo'nalishini videosi kelib chiqadi. Hop, buni hop, kelib chiqdi, internet seker. Qaranglar, men sizlarga bitta kanal kirib, hozir obzor qilib beraman va hozir qanaqa video qilishni o'rganib olamiz. Kanalga kirishingiz mumkin. Bu joyda har xil
videolar bor. Eng mashhuriga kiramiz. Eng mashhur 45 million prosmotr bo'lgan ekan. Videolar xuddi hozir men sizlarga xuddi mana shunaqa video qilishdi, biriga bir ko'rsatib beraman. Qaranglar, bu umumiy kanal, ko'rsatib beraman. 1 yildan ko'proq 8 million prosmotr bo'lgan. Buni 28 million mayli ko'chaga otib yuboring prosmotrini. 300 mingini pulga chaqadigan bo'lsangiz, 300 ming dollar pul degani 300 million prosmotr degani. YouTube'da prosmotrga pul beradi. Eng qizig'i bu kanal o'zbeklarning kanali. Siz o'ylashingiz mumkin chet davlatda qilishi yo'q, o'zbeklarning kanali, hozir buni ko'rsatib beraman. Kelinglar hozir bitta videosini ko'ramiz, analiz qilamiz va sizlarning ko'zinglarning oldida xuddi shunaqa video qilishda, uni to'g'ri montaj qilishni ham o'rgatib beraman. Xo'p, kiramiz. Bitta narsani aytib ketaman. Bu joyda ko'rasizlar, ovoz ishlatilmagan, gapirilmagan, hech nima qilinmagan. Prosta narsalarni taxlab qo'yibdi, qo'li bilan shiqillatyapti. Qo'lini ham ko'rasizlar, o'zimizda dehqonning qo'li. O'tkazamiz hozirroq. Bu joyda o'zbekchani o'qiyotganlar bo'lsa kerak. Bu joyda o'zbekcha yozilgan hamma narsasi. Ya'ni bu o'zbeklarning kanali. Yana ko'rsatib beraman. Ya'ni bu joyda qiladigan ishingiz shunchaki shiqillatib ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Ishlab chiqarilgan sana, yaroqlik muddati, ya'ni O'zbekistonda qilinayotgan videolar va o'zbeklar topayotgan pul. Bitta videosi ko'ryapsizlar, bu yerda 45 million prosmotr bo'lgan. Ya'ni qiladigan ishimiz shikolatlarni olishimiz kerak, qo'yishimiz kerak, video qilishimiz kerak. Bo'ldi, qiladigan ishimiz yo'q. Hozir men sizlarga ko'zinglarning oldida mana shunaqa video qilishni ko'rsatib beraman. Bizga kerak bo'ladigan narsa mana bunaqa shtativ kerak bo'ladi. Buni TikTok chiroq deydi. Jimari firmasi bor. Men sizlarga tavsiya qilaman. Jimari firmasi FM 21 radius, ya'ni radiusi bo'ladi. Aylanasi mana shunaqadan topishingiz kerak bo'ladi. Bunga nima qilasiz? Buni o'zini mana bunaqa telefon qotiradigani bo'ladi. Xo'p, ekranni ochib qo'yasiz. Xo'p, chiqib ketdi, bo'ldi. Slayd qo'yib qo'ying, tushuntirib. Xo'p, bu joyda mana shunaqa narsasi bo'ladi. Bu joyda lampasi bo'ladi. Buni o'ynatsangiz bo'ladi, orqaga, oldinga buriladi va buni mana bunaqa telefon qotiradigani bo'ladi. O'zida bo'ladi bu. Buni olasiz. Bu komplekt bo'ladi. Buni tagida o'zining shtatifi bo'ladi, turadigan, tikka turadigan. Mana shundan foydalanib qanaqa video qilishni o'rgatib o'taman. Buni biz nima qilamiz? Burib olamiz. Bu yoqsangiz sveti bor, yorug' bo'ladi. Chunki bizda yorug'lik kerak. Hammani ham uyi yorug' emas, chiroyli chiqish uchun yorug'lik kerak. Mana shunaqa narsani olishingiz kerak bo'ladi. Buni narxi O'zbekistonda bir 600 ming so'm atrofida turadi. Sizga keyin mana bunaqangi zelyonni o't kerak bo'ladi. Ko'rsatib beraman hozir. Ya'ni mana bunaqangi o't. Bu sun'iy o't hisoblanadi. Buni bozorlardan olsangiz bo'ladi. Buni kvadrati o'rtacha 100 ming so'm turadi. Buniki 600 ming, 700 ming turadi. Bir 8 ming xarajatingiz bor. Sizga mana bunaqa shikolat, kinderlar kerak bo'ladi. Buni xarajatiga o'rtacha bitta videoga 50 ming so'm ketadi, lekin juda ham tez boshlasangiz bo'ladi. Bugun chiqib, bugun boshlasangiz bo'ladi, masalan. Buni bu joyga qo'yib olamiz. Buni ozroqgina tortib olamiz. Sizga bitta parta kerak bo'ladi. Bu joyda partamiz bo'ladi. Mana bunaqangi setkada narsalarni olib kelasiz. Bu joyda mana turibdi. Olasiz, qo'yasiz. Bir setka olsangiz, hadib chiqib ham kelmaysiz. Bu joyda bunday qo'yamiz. Sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun mana buni tortaman. Xo'p, telefonni ulavering, hozir ulaveraman telefonni. Men sizlarga video qilishni o'rgataman. Xo'p, bu joydan kamerasiga kiramiz. Oddiygina kamera. Buni buramizda, buni shunchaki qotirib qo'yamiz. Mana. Qotirib qo'ydik. Endi buni chirog'ini yoqamiz, yorug'roq bo'lish uchun. Mana narsalarni taxlab olganmiz. Endi buni joylashtirib chiqishimiz kerak. Bir boshda mana videoga o'xshab joylashtiramiz. Buni videoga o'tkazib olaylik. Mana videoga o'tkazib olsak, yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, videoga o'tkazdik. Buni sal ko'tarar ekanmiz. Bu sal pasayib qolibdi. Ko'taramiz. Mana. O'zingiz ligrovka qilib olasiz. Bu joyda mana cho'pa-cho'pis qo'yamiz. Mana sneakersni qo'yamiz. Bonak videoga o'xshagan birga-bir qilamiz. Xo'p, undan keyin biz bitta yana cho'pa-cho'pis qo'yaylik. Mana cho'pa-cho'pis qo'ydik. Yo'q. Mana xo'p, kinderni qo'ydik. Bu joydan bitta cho'pa-cho'pisni qo'yamiz. Buni qo'yamiz.
mana shikolatni qo'yamiz. Bo'ldi. Bularni yaqinroq qilaylik. Chunki buni yaqinroq qilsak yaxshiroq bo'ladi. Chappacha qo'yib qo'yibmiz. Mana shunaqa terib olasiz. Uyingizni burchagiga bitta joy qilib olasiz, qiyin emas. O'tga bitta joylashtirib olsak bo'ldi. Xo'p, buni qo'yamiz. Buni qo'yamiz. Xo'p, ozroqgina yana ko'taramiz, yaxshiroq chiqish uchun. Bo'ldi. Mana bunaqa joylashtirib olamiz. Bitta joyingizga joylashtirib olsangiz bo'ldi. Hech ham muammo bo'lmaydi. Bir vaqtingizni ajratib bo'ldi. Qaranglar, bizning videoda turibdi. Qiladigan ishimiz nima? Uyimiz burchagiga bitta narsa qo'yib olamiz, stol ustiga o't qo'yib olamiz, bir korobka shikolatni olib kelamiz, bitta xarajat qilib 500 ming, 600 mingga bir 30 ta 40 ta video qilishga yetadi. Bitta narsa olasiz, mana shunaqangi shtativ, bitta qo'lingizdagi telefoningiz, masalan, oxirgi 2-3 yilda chiqqan yaxshiroq telefon bo'lsa bo'ladi. Bunga 10 ming dollarlik kamera kerak emas. Masalan, Samsung S21 ular ham bo'ladi, iPhone masalan 14, 13 ular ham bo'ladi. Ya'ni kamera sal yaxshiroq olsa, bitta chiroq olsangiz, qaranglar. Chiroqni svetini o'chirsangiz xarob bo'lib qoladi. Bu joyda muhimi chiroq. Chiroqni yaxshi qo'ysangiz, kadringiz yaxshiroq chiqadi. Shuning uchun ham chiroq kerak. Meniki masalan iPhone 17 Pro Max bo'lsa ham chirog'i yaxshi bo'lmasa yoki Samsung Ultra nechadir bo'lsa ham chiroq bo'lmasa, hammasi bir teng bo'ladi. Shuning uchun chiroqni zo'r qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Biz hamma narsani tayyorlab oldik. Qiladigan ishimiz nima? Bu joydan oddiygina mana shuni videoni bosamiz, qo'yib qo'ydik. Buni mana qaranglar, bitta narsani o'rgatib ketdi. Girdida ortiqcha joy qolmadi. Qiyshayib ortiqcha joy yo'q. Chotga turibdi, o'rtada turibdi. Qiladigan ishimiz buni bitta videoga bosib, qo'limiz bilan shiqqilatib ko'rsatib, videoga olib ketishimiz kerak. Xo'p, bismillah deb boshladik. 1 2 3 videoni olishni bosamiz, qo'limiz bilan shiqqalatamiz. Buni uramiz va cho'pa-cho'pisni olib turib, bu joydan shiqqalatib ko'rsatamiz. Men sizlarga tushuntirib ketaveraman. Buni endi ochamiz. Mana. Portlatib ochamiz. Bu narsalarni yosh bolalar mazza qilib ko'rishadi, chunki ular rang-barang narsaga qiziqishadi. Qiladigan ishimiz mana bunday ehtiyotkor bo'lib, qo'limizga silaymiz. Hozir men tegib ketdim shtativga. Xo'p, urib buni qo'yib qo'yamiz. Qanchalik qiyin ekan? Shikolatni olamiz. Xo'p, ko'rsatamiz, aylantiramiz, buni aylantiramiz. Xo'p, endi bunaqa qilib qo'limizga urib, orqasidan ochishimiz kerak mana. Ochadigan joyi bor. Ochamiz, musor chekkaga qo'yamiz. Shikolat mana qo'limiz bilan silab, aylantirib ko'rsatib, endi buni bo'lishimiz kerak. O'rtasidan mana bo'lib, endi buni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Qiladigan ishimiz shu. Endi cho'pa-cho'pisni tanlaymiz. Cho'pa-cho'pisni olamiz. Tepaga buni ko'rsatamiz. Mana cho'pa-cho'pisini aylantirib ko'rsatib ochaveramiz. Mana cho'pa-cho'pisini silaymiz. Bu ASMR video, qo'limizda ovoz yaxshiroq eshitilishi kerak. Buni video qilgancha gapirmaysiz, chunki bu joyda men sizga tushuntirish uchun gapiryapman. Kinderni ochamiz, yosh bolalar qiziqadi, ko'rsatamiz. Sizni farzandingiz bo'lsa ham kinderga qiziqadi, shikolatga qiziqadi, cho'pa-cho'pisga ko'rsatamiz. Xo'p, bu joyda yonboshdan ochilar ekan. Ochamiz, buni ochamiz. Ustini tashlaymiz, o'rtasidan bo'lamiz. O'rtasidan bo'ldik, buni kirgizamiz, buni qo'yib qo'yamiz. Endi video qilishni ko'zingizda o'rgatasiz. 1-2 marta video qilgandan keyin o'rganib qolasiz. Ichidan o'yinchog'i chiqadi, legosi, nimadir, tushib ketdi. Buni olamiz, idishini tashlaymiz. Bunaqangi rasmi bo'ladi. Rasmiga bolalar qiziqadi. Orqasini ko'rsatamiz. Bo'ldi. Endi o'yinchoq mana bu joyga tushib ketdi. O'yinchoqni bu joydan qotiramiz. Shuna qotirlardi. Bunaqa qotirlar ekan mana. Yosh bolalar ko'radi, qiziqadi. Endi buni chetga qilib qo'yamiz mana. Endi bu cho'p-cho'pisni olamiz, uramiz. Orqasini ko'rsatamiz. Portlatmadik. Yo'q. Endi bu videoni biz YouTube'ga to'g'ri yuklashimiz kerak, nomlarini to'g'ri qo'yishimiz kerak. Ertaga kirsanglar men sizlarga videoni, mana shu videomizda ASMR kanalimizga to'g'ri qo'yish, to'g'ri nom qo'yish, to'g'ri taglar qo'yish, to'g'ri vaqtda chiqarish, mana shu narsalarni ertaga master class sifatida xuddi shunaqa ko'rsatib qo'yaman. Shuning uchun ertaga ham kiringlar. Hozir men sizlarga videoga olish, videoni montaj qilishni o'rgatdim. Qancha vaqtimiz ketdi? O'tirib ishlash paytimiz
pul ishlaydigan qilib sozlashimiz kerak. Ertaga men sizlarga YouTube kanalida mana bunaqa joyini ochishni darsligini beraman, pul ishlaydigan qilib. Agar siz u narsani to'g'ri nastroyka qilmasangiz, ertangi darsda olmasangiz, sizda mana bunaqa monetizatsiya bo'limi ochilmaydi. Shuning uchun ham ertaga kirib, albatta bizda YouTube kanalimizda pul ishlaydigan qilib to'g'ri sozlash darsligini olinglar. Masterclass oxirida o'tirsanglar beraman bugun. YouTube kanal ochishni beraman. Xo'p, bizda monetizatsiya shartlarimiz bo'ladi. Ya'ni birinchi videodan emas, siz qanchadir muddat ishlashingiz kerak. YouTube o'zini sharti bor, qonuni bor. YouTube katta eshigi yo'q darvoza emas, любой odam kirib turib bitta video qo'yib pul ishlab ketadigan. U yerda o'zini sharti bor. Siz haqiqatan ham kontent yaratuvchimisiz, siz ishlamoqchimisiz, soqqa qilmoqchimisiz, birinchi shartni bajarishingiz kerak. Bir marta bu shartni bajarasiz. Ya'ni kanalingizda 1000 ta obunachi yig'ishingiz kerak, videolar qo'yib va o'sha videolaringiz umumiy 4000 soat ko'rilgan bo'lishi kerak. Ya'ni bizning videomiz asosan boshqani videosidan prosmotr bo'lib keladigan joy. Ya'ni kimdir videosini ko'rib tursa, bizning videomizga o'tib ko'rishadi va mana shu orqali prosmotr yig'iladi, obunachi yig'iladi, 4000 soat yig'iladi. Kimdir buni 10 kunda yig'adi, kimdir 1 oyda, kimdir 2 oyda, kimdir 3 oyda, kimdir 4 oyda. Vaqt farqi yo'q. 1 yil ichida 4000 soat yig'sangiz bo'ldi. 1000 ta obunachi o'zi yig'iladi, tez yig'iladi, soat yig'ish qiyinroq bo'ladi. Siz mana shunaqa monetizatsiya shartlarini bajarganingizdan keyin bitta tugmani bosib kanalingizni monetizatsiyasini ulab olasiz. O'zingiz video qilgan bo'lsangiz, 1000 ta obunachi 4000 soat yig'ganingizdan keyin sizda YouTube kanalingiz monetizatsiyaga ulanadi va sizga YouTube aytadi: "Sen YouTube hamkorisan, tabriklayman, soqqani bosadigan payting keldi" deydi. Keyin siz prosmotrga soqqani bosaverasiz. Ya'ni monetizatsiyaga ulangandan keyin prosmotrlarga pul berishni boshlaydi. Tasavvur qiling, siz kanal ochdingiz, bugun videolar qo'yishni boshladingiz, 3 oydan keyin kanalingiz shu monetizatsiyaga ulandi, shartlarni bajarasiz, zo'r xursandsiz. Sizga savol tug'iladi: "Eski videolarim endi pul bermaydimi?" Yo'q, YouTube'da shunisi zo'r, eski videolaringizga ham endi prosmotr bo'lsa pul berishni boshlaydi. Masalan, siz 3 oy davomida har kun bitta video qilgan bo'lsangiz, 90 ta video qilib bo'ldingiz o'zi. Har bir videongiz 90 ta videongiz masalan 100 tadan qaysidir 1000 tadan har kuni ko'rilyapti. Sizda shunchaki ham eski videolaringizda masalan 100 ming ta prosmotr bo'lishi mumkin monetizatsiyaga ulangan paytda. Va o'sha ulangan paytdan boshlab kanalingizda nechta video bo'lsa, nechta o'sha videolar prosmotr bo'lsa, hammasini hisoblab o'sha videolarga pul berishni boshlaydi. YouTube qaynar xumchaga o'xshaydi. Bugun qilgan mehnatingizni butun umr rohatini ko'rasiz. Bugun qilgan videongiz butun umr prosmotr bo'lsa, butun umr pul ishlaysiz. YouTube mana shunaqangi zo'r joy. Mana shunday qilib biz kanalimizdan pul ishlashni boshlaymiz. Xo'p, YouTube'da algoritmini ishlash siri bor. Nima uchun ko'pchilik video qo'ysa prosmotr bo'ladi, siz qo'ysangiz prosmotr bo'lmaydi. Mana shuni tushuntirib beraman. O'zi YouTube algoritmi qanaqa ishlaydi? YouTube algoritmining sirli formulasi bor. Ya'ni YouTube algoritmi nima qiladi? Kerakli videoni kerakli odamga tavsiya qilish kerak. Masalan, kimdir bizda ASMR qo'rchoq yo'nalishda videoni ko'rsa, o'zini auditoriyasi bor. Yosh bolalar ko'radi. Yosh bolalar psixologiyasi buzilmaydi. Bugun 2 ga kirgan bola ertaga 3 ga kiradi. Bugun 2 ga kirgan bola 3 ga kirib bizning videomizni ko'radi. Avlodlar almashadi. O'sha odam tug'ilishni boshlagandan beri bola psixologiyasi bir xil ishlaydi. Shunaqa maqol bor, dunyoda bola bir xil yig'laydi. Bu degani hamma bolani psixologiyasi bir xil, rangga qiziqadi, qo'rchoqqa qiziqadi, har xil shunaqangi rang-barang narsalarga, shiqir-shiqir narsalarga qiziqadi. Ya'ni butun dunyo bo'yicha biz tilsiz mana shunaqa video qilsak ham prosmotr olib ketaveradi. Lekin YouTube'da biz tushunishimiz kerak, qanaqa narsani videolarni tavsiya qiladi. Ya'ni kimdir ASMR bebe ko'ryaptimi, biz ham o'shanaqa video qilsak, o'shani birovga tavsiya qiladi. Biz nimadir rangilik qilib, nimadir o'zgartirsak, u joyda tavsiya qilmay qoladi. Shuning uchun birga bir videolar qilishimiz kerak. 10 ta eng zo'r kanalda olishimiz kerak. O'zimiz qanaqadir yo'nalish tanlagandan keyin uni analiz qilib, ular nechida soat video chiqaryapti, o'shalarni analiz qilamiz kerak. Hozir men sizlarga YouTube'da sirli formulasini tushuntirib beraman. Ya'ni nima qilsak, YouTube'da biz ko'proq obunachi, ko'proq prosmotr, ko'proq pul ishlaymiz. Bu juda ham diqqat bilan tinglang. Bizda 7 ta narsa bor. Videoning nomi juda ham muhim. Videoning ustidagi rasmi juda ham muhim, videoning tasnifi juda ham muhim, videoning taglari juda ham muhim, video qilaman degan o'y hayolingiz bo'lmaydi. Har doim sizda g'oya tayyor turadi. Bu yo'llarni o'rgatamiz. Siz bu moduldan keyin qanaqa natijaga chiqasiz, o'qiganingizdan keyin YouTube'da natijaga chiqish psixologiyasini bilib olasiz. Ikkinchi modul YouTube'ga kirish deb nomlanadi. Bu modulda sizlarga YouTube'da $1000 gacha chiqish sirli formulasi o'rgatiladi, strategiyasi o'rgatiladi. YouTube kanalida telefon va kompyuterda to'g'ri ochish o'rgatiladi. YouTube kanalida pul ishlaydigan qilib to'g'ri sozlash o'rgatiladi. YouTube kanalida sun'iy intellekt bilan 5 daqiqada dizayn qilish o'rgatiladi. YouTube kanalida mustahkam hakkerlardan himoya qilish o'rgatiladi. YouTube'ga kirish modulidan keyin siz nimaga erishasiz, qanaqa natija bo'ladi? YouTube kanalida ochishni o'rgana olasiz, uni pul ishlaydigan qilib sozlashni o'rgana olasiz. YouTube kanalingizda himoya qilishni ham o'rganib
o'rganib olasiz. 3-modul telefon yo'nalishlari deb nomlanadi. Bu joyda sizlarga telefonda qilinadigan yo'nalishlar analiz qilib beriladi. Sizlarga telefon yo'nalishlaridan 6 ta yo'nalish o'rgatamiz. 3 ta ASMR Baby, ASMR Chupa Chups, ASMR MMS yo'nalishlari chuqurroq o'rgatiladi. Qayerdan olish mumkin, qanaqa olinadi, qanaqa montaj qilinadi, qanaqa yuklanadi, hammasi ipidan ignasigacha kurs ichida o'rgatilgan. Undan tashqari qo'shimcha narsa sotib olishga imkoniyat yo'qlar uchun 3 ta eng zo'r montaj yo'nalishi o'rgatiladi. Vronez, buni ko'rsatib o'tdim. Stickman Desmonting, o'zimni yaxshi pul topganman undan. Undan tashqari Roblox o'yini o'rgatiladi. 3 tasiga umuman xarajat qilish kerak emas. Oddiy telefoningiz bo'lsa ham bemalol bo'ladi, xotirasi bo'lsa bo'ldi. Xo'p, undan keyin sizlarga telefon yo'nalishlari, materiallar bazasi sovg'a qilinadi. Ya'ni biz shu batga chiqqan hamma telefon yo'nalish bazasini sizga sovg'a qilamiz. Shu Vronez uchun, boshqa narsa uchun, muzika deysizmi, ovoz deysizmi, rasmlar, ranglar, screen grantlar hammasini yiqqan terganimiz sizga baza sovg'a qilamiz. Hatto video nomlari, videoni taglari, videoni opsiyasigacha sizga beramiz. Tayyor hamma narsani olib turib ishlatasiz. Undan tashqari telefon orqali CapCut'da to'g'ri montaj qilish, telefonda videolarni kanalga to'g'ri yuklashlar ham o'rgatiladi. Xo'p, 4-modul YouTube'da boshqarish degan modul hisoblanadi. Bu joyda sizga YouTube studiyasi, ichki studiyasi to'liq o'rgatiladi. Hozir o'zim YouTube kanalimni ochib ko'rsatdim. Bir ikki narsani tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Bu tabiiy. Xudo xolasa kurs ichida men sizlarga to'liq qaysi knopka nima vazifani bajaradi, qaysini bossangiz nimani ko'rsangiz bo'ladi, hammasini YouTube studiyasini ichini to'liq o'rgatib o'taman. Undan tashqari YouTube ichida prosmotrni ko'paytirish yo'llari bor. Buni o'rgatib o'taman. YouTube'da mualliflik huquqi haqida to'liq tushuncha beraman. YouTube'da reklamalarni to'g'ri nazorat qilishni o'rgataman. Boyni aytib o'tdim, reklamalar har xil chiqadi. Men sizlarga o'sha 60 taga yaqin reklama turini qanday qilib blokka tiqish mumkin, o'shani darsligini qilib qo'yganman. Ko'rib turib, uni bemalol o'rganib ketaverasizlar. Undan tashqari YouTube'da ichki Gemini degan sun'iy intellektni ham bir ikkita narsalarni ishlatishni o'rgatib o'taman. Xo'p, siz 4-modulda o'qib turib qanaqa natijaga chiqasiz? YouTube kanalni to'g'ri boshqarishni, YouTube'da sun'iy intellektni to'g'ri ishlatishni o'rganib olasizlar. 5-modulimiz monetizatsiya va pul deb nomlanadi. Bu modulda men sizlarga YouTube kanalida monetizatsiyasini tez va oson yoqish o'rgatiladi. YouTube'da o'sha pul tushadigan AdSense sahifani ochishni o'rgatiladi va mana shu AdSense sahifaga pul chiqaradigan SWIFT hisob raqamni to'g'ri ulash o'rgatiladi. Bankda biz pulni YouTube'dan bankdan olamiz va bankdan biz SWIFT hisob raqami ochib YouTube'da ichidagi AdSense degan narsaga kiritib qo'yishimiz kerak. Hammasi pul chiqarishlar, hammasi to'g'ridan to'g'ri mana shu darslarning ichida o'rgatiladi. Undan tashqari soliqni kamaytirish yo'llari o'rgatiladi. Chunki siz topgan daromadingizga soliq to'lash kerak. Qanaqa qilib soliqni 1% ga tushirishni o'rgatib o'taman. YouTuberlar 1% soliq to'laydi yilda bir marta. Undan tashqari YouTube'da monetizatsiyasi o'chib qolgan payt kanalni qanday qilib apellyatsiya video qilib uni qayta tiklash ham o'rgatiladi. Bir gap bilan shu modulda o'qib chiqib siz YouTube kanalingizni monetizatsiyasini yoqishni o'rganib olasiz. Undan tashqari ishlagan pulingiz YouTube'dan to'g'ridan-to'g'ri bankdan yo Visa kartangizga yoki bankdan borib naqd oladigan qilib olishni o'rganasiz. Soliqlaringizni 12% dan 1% ga tushirishni o'rganib olasiz. Bu yerda hammasini ipidan ignasigacha men video darslik qilib ko'rsatib, hammasini amaliyotda ko'rsatib berganman. Undan tashqari 6-modul BMG Drive moduli hisoblanadi. Kompyuteri borlar uchun BMG Drive qilib ketishi mumkin birdaniga. Xo'p, bu BMG Drive modulida menga $100,000 ga yaqin pul olib kelgan yo'nalish Flatbed, o'sha short yo'nalishlari o'rgatiladi. Xo'p, buning ichida nimalar bo'ladi? BMG o'yinini noldan kompyuterga o'rnatish, to'g'ri sozlash, BMGning ichiga pulli modlar olib kirish, uchta modellar olib kirish, BMG short videolarni noldan video qilish, BMG Flatbed, mana ko'rsatgan videom Flatbed, ya'ni katta long videolar qilish, noldan o'rgataman. Menga $100,000 pul olib kelgan. Menga o'sha zonam bor o'zimda, o'sha zonani sizlarga sovg'a qilaman, olib turib ishlatishingiz mumkin. Zona qilishni ham o'rgataman. Undan tashqari kanallaringizga videolarni to'g'ri yuklash ham o'rgatiladi. Xo'p, siz BMG Drive moduldan keyin qanaqa natijaga chiqasiz? BMG o'yinini kompyuterga o'rnatishdi, BMGning short va BMG Flatbed videolarini yasashni va kanalingizga yuklashni o'rganib olasizlar. Mana shunaqangi bizda 6 ta modul dars bor. Mana shu 6 ta modulda siz YouTube'da ipidan ignasigacha va yo'nalishlarni shunchasini o'rganib chiqasizlar. Kursda shaxsiy mentorlaringiz bo'ladi. Meni o'zimda shaxsiy o'quvchilarim va sizlar mentorlaringiz bo'ladi. Bu yerda 15 ta yaqin mentorimiz bor va mentorlarning hammasi o'zimning shogirdlarim va zo'r natija qilganlar sizlarga ustozlik qiladi. Har bir mentorda 20 talik, 25 talik guruhi bo'ladi. U joyda kirib turib, savol-javoblar, boshqa narsalar bo'ladi. Xo'p, mentorlar vazifasi nima qilib beradi deydigan bo'lsangiz, mentorlarning vazifasi sizni uyga vazifalaringizni tekshirib beradi, sizlarga o'sha bo'yicha feedbacklar berishadi, guruhlardagi savol-javoblarda ishtirok etadi. Har kunlik guruhdagi savol-javoblarga mentorlar javob beradi. Mentorlar har kunlik ochiq darslar o'tib beradi. Kechqurun ochiq dars o'tib beradi. Kechqurun 9 dan keyin soat 11 gacha bizda ochiq darslar bo'ladi. Har kunlik tasavvur qilyapsizmi? Boshqa kursda bunaqa narsa yo'q. Sizga ochiq dars o'tib bermaydi. Bizning mentorlarimiz meni darsimni
o'quvchilar pozitsiyasiga tushib, nolga tushib, uni ochiq katta dars qilib beradi. Ipidan ignasigacha yana bir qayta o'rgatadi. Uni o'rganib olishingiz mumkin. Undan tashqari bizda jonli efir degan narsa bor. Ya'ni har kuni ertalab 9 dan kechqurun 9 gacha, bu joyda 10 bo'lib qopti. Bizda jonli efirlar bo'ladi. Ya'ni ertalab 9 dan bizda jonli efir yoqiladi Telegramda. Umuman o'chmaydi, faqat juma kuni dam olish bo'ladi. Kechqurun 9 gacha uzluksiz ishlaydi. Chunki 15 ta mentor bu joyda almashib jonli efirda o'tirishadi. Siz bu joyda 15 ta mentordan ham savolingizga javob olishingiz mumkin. Ya'ni bu joyda siz 15 ta mentor bilan ham aloqada bo'lasiz deganini tasavvur qilyapsizmi? Mana shu 3 oy davomida har kuni, faqat juma kunidan tashqari sizlarda 9 dan kechqurun 9 gacha jonli efirlaringiz bor. Undan tashqari 9 dan keyin soat 11 gacha kechqurungacha ochiq darslaringiz bor. Har kuni jumadan tashqari. Bunaqa kurs boshqa joydan topa olmaysizlar. Undan tashqari AnyDisk orqali muammolaringiz paydo bo'lsa, mentorimiz masofaviy sizga kirib, o'sha muammongizni hal qilib beradi. Masalan, biz o'rgatdik, siz o'rgandingiz, o'ta olmayapsiz. Mentor keladi, kompyuterda sizga o'rgatib turadi, o'zingiz u joydan o'tib ketasiz. Ya'ni bunaqangi bizning xizmatimiz ham bu. Bu ham sizlarga mana 3 oyga tekin beriladi. Bu joylardan foydalaninglar. Juda ham zo'r imkoniyat. Ya'ni siz bizning kursimizga kirib, o'rgana olmadim degan narsa bo'lmaydi. Chunki savol-javob, efirlar, ochiq darslar, AnyDiskdan yordam, mana buncha yordam turibdi sizlarga. Undan tashqari ertalab kanal, masalan, qanchadir 3 oydan keyin, 4 oydan keyin, 5 oydan keyin, 6 oydan keyin kanalingiz monetizatsiyaga tayyor bo'lgandan keyin monetizatsiyaga yoqishda ham sizlarga yordam beriladi mentorlar tomonidan. Kanalingizda muammoni hal qilishga ham yordam beramiz, nimadir muammo bo'lib qolsa. Undan tashqari kursda shaxsiy mentoringizdan tashqari sun'iy intellekt YouTube AI mentoringiz ham bo'ladi. Bu joyda bot qilib qo'yganman, meni miyam o'qitilgan. Bu bot ham sizlarga 3 oyga beriladi, ishlatishga. Bu nimani vazifasini bajaradi desanglar, bu botning ichida masalan kurs bo'yicha nimadir savolingiz bor. Darslikni ko'ryapsiz, tushunmayapsiz. O'sha bo'yicha kurs bo'yicha savolni berish tugmasini bosib savolingizni yozsangiz, u bot meni miyamdan kelib chiqib sizga javob beradi. Bu joyda bu 24 ga 7 ishlaydi. Lubbo payt yozgan paytingiz sizga javob qaytaradi. Undan tashqari kanal SEOsimi, videolar SEOsimi, ya'ni videolarning nomlarini, obloshkalarimi, boshqa taglarimi, opsiyasini hammasini bitta tugmani bosib siz hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Avatarkalar, bannerlar yaratish, o'sha videolar ustiga rasmlar yaratish, hammasini bitta tugmani bosib ishlab ketaverasizlar. Buni kurs ichiga kirsanglar, qanaqa ishlatishni to'g'rilab o'rgatib qo'yganman. Juda ham ishingizni yengillashtirib beradi. Undan tashqari kursdan oldin va kursdan keyin xudo xohlasa sizlar bilan o'zim shaxsan offline ko'rishaman. Tasavvur qilasizmi? Kursdan oldin offline uchrashuv hech qaysi kursi yo'q. Bizda bor. 12-iyul kelsanglar Toshkentda Bunyodkor restoranida O'zbekiston tarixida bo'lmagan eng katta Amerika YouTube bo'yicha offline uchrashuvda ishtirok etishingiz mumkin. Kurs davomida shaxsan o'zim sizlar bilan birga bo'laman. Kursda kimlarni kutaman? Albatta, hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan va o'z kelajagi uchun har kuni 2 soat vaqt ajrata oladigan hammani kutaman. Sababi hammani vaqti bor. Vaqtim yo'q demang. Shunchaki vaqtimizni Instagramga, Telegramga, qayerdagi yo'q, bizga befoyda narsalarga ketkazamiz. Umrimiz shunchaki suvga oqyapti. Mana shu vaqtimizni kelinglar YouTube'da o'rganib, hayotimizni o'zgartirishga sarf qilaylik. Hammamizning vaqtimiz bor. Vaqtim yo'q demang. Shunchaki telefoningizni ochib, Instagramga necha soat o'tirganingizni kuzating, bir oyda necha soat sarflaganingizni kuzating. Kelinglar, mana shu vaqtimizni Instagramga emas, mana shu YouTube'ga sarf qilaylik. Odamlar nima qilishini bilmasdan Instagramga kiradi bekorchilikdan. Mana shu bekorchilikni yo'qotib, o'zimizga mana bunaqa onlayn ish qilaylik. Mana sizlarga zo'r imkoniyat.